Mabodo ketmasa yudirib berasizlar, aytib qo'ying. Zilola opa, nima qilyapsiz? Bolaligimni eslavaman. To'g'risini aytsam, men mashalarga rabaklikni tekshirib bermoqchiman. Zilola, rabakli ishlatganmisiz? Rabakli yaxshimi deganlar uchun kelinglar, hozir sinab ko'ramiz. Aytishlaricha, rabakli 100% suvda ishlar ekan, orqasidan umuman chang chiqarmasmish. Agar har xil firmalardan gilam yuvuvchilarni chaqirishdan charchaganlar uchun rabakli вообще zo'r narsa ekan. Bu jonivor nafaqat gilamlaringiz, undan tashqari mebel, gilam, parda, даже mashinangizni ham yuvsangiz bo'lar ekan. Hozirda mana bu iflos ekologiyamizda bizani chang muammodan butunlay xalos qilar ekan. Ya'ni mebelmi, gilammi ahamiyati yo'q, bakteriya changlarni ipidaginasigacha tozalar ekan. Havo tozalash funksiyasi orqali uyingizdagi hamma changni ham tortib oladi. Ko'rdinglar, men живой sinab ko'rdim. Menga yoqdi. Agar menga ham ishonmasangiz, shu bolani uyga chaqirsangiz, sizlarga ham живой borib kim rabaklini uyga chaqirib prezentatsiyasini bepul ko'rmoqchi bo'lsa, tez direktga telefon raqamlarini yuboringlar.